buni tortishlashyapti aka. Sir bo'lmasa uni necha pulga olgansiz aka? $30 ming dollarga. 400 million bo'ladi-da. Ha, zavod narxi 500-600 million dollar. G'ushnoylari. Shunaqa mashina haydaganda-mi o'zi? Shunaqa aka. Ma'qulmi? Ha, ma'qulmi. Qolganlarni bitta sira qilsizmi? Bu xolodilnik nima? Kabina ichish komfortli bo'ladi. Hop, bemalol 3 kishi Yo'qlayjanka. Orqada aka mana bir joylik yotog'i bor mana. Bemalol dam olib, dalniga ketsiz bo'ladi qayda. LCD monitorlargacha, konditsioner, to'rt taraflama kamera, nima podveska, multirulgacha. Oyna tushirib yopishlar aka elektron tarzda. Puli qancha deyapsizlar buni? Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, bizani Central Avtozone и VUM Universal Motors kompaniyasi Instagramiga obuna bo'lasiz. Men sizga bizani call center sotuv bo'limining nomerini beraman. Aloqaga chiqarasiz. Batafsil ma'lumot sotib olasiz. Aka, bitta gap aytaman. 5 minut o'tirsa shamollab qolasiz ekan. Yo'q, bilaman, shunaqa. Gazga tushadimi? Gazga tushadi aka. Gazga tushsa zo'r.